Hozir mana Piontekka melisaxonaga keldik. Hamma dokumentlarni olib keldik. Mana ID karta, O'zbekiston nima, Koreya prava, O'zbekiston pasport hammasini olib keldik. Kiramiz, melisadan ruxsat olib, keyin morgxonaga boramiz. Hozir morgxonaga bordik, bermadi. Melisadan ruxsat olib keldi. Endi kirib ketyapmiz chetga. Keling. Melisaxonaga keldik. Melisa aytayaptiki, sizlarga dedi, marhumani bera olmayman dedi. Chunki dedi, bu nimasi bor deyapti, anaqa. Qarindoshi yo'q, meni bola ham hech kim bo'lmaydi. Mana yonidagi siz ismingiz nima edi? Sirojiddin ham hech kim bo'lmaydi. Ya'ni eri bor, na qarindoshi bor. Men tanishiman desam, tanishsan, qarindosh emassan, senga bera olmaymiz dedi. Keyin aytdim, bo'lmasa elchixona orqali davernis qilib olib kelsam, ruxsat berasizlarmi desam, ha dedi. Sizga hozir men elchixonaga aytdim, ma'lumotni yetkazdim. Hozir elchixona sizga telefon qiladi. Koreyadagi elchixona balkim primoy qiladi, balkim O'zbekistondagi birorta xodim telefon qiladi. Kim bo'lsa ham kimdir qiladi sizga. Davlat uyda o'tirasiz, siz telefoningizga telefon keladi, sizga aytishadi, shu odamga deydi, davernis berasizmi deydi. U odam men bo'lishim mumkin yoki meni sherigim bo'ladi, karis odam bo'ladi. Siz o'sha karis odamga beravering. Meni hozir bitta o'lgan odam ko'p, men bu shahardan bu shaharga ko'chib yuribman-da hozir. O'sha narigi karis odamga siz davernis berasiz elchixona orqali. Karis meni sherigim bilan birga biz kelamiz, mana shu melisaxonaga yana qaytib kelamiz. Keyin qizingizni o'sha polni tekshirib, nima sababdan olamdan o'tganligini keyin bizga aytishadi, qo'limizga qog'oz berishadi. Haqiqatda o'sha o'zini osib qo'yibdi deb dokumentalni yozilgan qog'oz bo'ladi. Musulmonmiz, ko'p kutib o'tira olmaymiz desam, bo'lmasa dedi, onasi o'sha davernis bersin, tezlatamiz dedi. Keyin yana bitta narsani onasiga aytib qo'y dedi. Bu omonat gap sizga aytib qo'yapman. Aytayaptiki, onasi nima xohlayapti bizdan dedi, mana tergovchilar. Keyin men aytdim, nima, ularga aytdimki, onasi dedim, o'lim sababini to'shni bilishni xohlayapti dedim. Desam, bo'lmasam dedi, o'ylanib qoldida, qanaqasiga deydi, uni birov o'ldirganmi, ataylab osib qo'yganmi yoki o'zini o'zi joniga qasd qilganmi, shu narsani to'shni tekshirib ber deyapman-da men. Keyin bular aytdiki, o'sha kuni kimdir uni osib qo'ygan bo'lishi ham mumkinmi deydi. Ha dedim, bitta bolaga telefon qilgan ekan. O'sha o'layotgan paytda xirillagan ovozlari bor ekan. Keyin bu bola kirgan, undan oldin yana bittasi bilan urushgan, tortishgan desam, kim bilan urushgan deydi. Mana meni bola bilan deb ko'rsatdim men. Desam, keyin bo'ldi, bo'lmasam dedi, hozir biz mana shu ish bo'yicha mas'ul tergovchimiz dedi, hozir bu yerda mas'ulda ofisda basidi dedi. Men bu gapingni dedi, o'sha onasini gapini dedi, o'sha tergovchiga yetkazaman dedi. Biz dedi, o'sha o'lim sababini to'shni qilib, o'zini osgan bo'lsa, o'zini osdi deb, agar o'zini aka bu tomonga to'g'ri. Agar o'zini osmagan bo'lsa, boshqa odam osgan buni deb turib ko'rsatamiz dedi. Topib onasiga bilib beramiz, xavotir olmasin dedi. Ha, bo'pti dedim, chiqib keldim. Endi hozir aytayaptiki, o'sha elchixonadan davernis olib kel, biz seni hujjatingni beramiz, olib ketaver, ya'ni morgxonadan olib chiqib ketaver degan hujjatni beradi. Keyin biz morgxonaga boramiz. Morgxonaga borishdan oldin kasalxonaga borib 1,5 million chiqdimi? 1,5 million pulni berishimiz kerak. O'sha yarim soatcha nafas olmay qolib ketgan paytda sun'iy nafas berib, qimmat apparatlar ishlatgani uchun yarim soatga dollarda hisoblaganda $1000 oshiqroq pul chiqqanda. O'shani beramiz. Undan keyin morgxonaga borib, u ham kuniga 100,000 won atrofida yozadi, ularni beramiz. Undan keyin olib chiqib ketamiz. O'shandan keyin bizga 2 kun vaqt kerak bo'ladi. Yuvib kafanlab, pokistonlik ayollar bilan ham gaplashib qo'ydim. Yuvib beramiz, pulini olmaymiz deyishdi. Xullas, endi agar ishimiz hozir siz davernisda sizga elchixona tezroq telefon qilsa, sizlar davernis qilib bersalaringiz, keyingi hafta chorshanbalargacha ulguymiz inshaalloh. Qarang, meni odatim bunaqada, siz hozir umringizda bir marta farzandingizni, ya'ni qizingizni yo'qotyapsiz-da. Sizda 800 ta qizingiz yo'q, 500 tasini yo'qotgansiz, bu ma'lumotni bilasiz degani emasda, o'zi bitta qizingiz bor, bitta o'sha qizingizni yo'qotib o'tiribsiz. Siz bir xilgi ma'lumotlarni ertaga qizingizni qabrga qo'ygandan keyin bilishingiz mumkin-da. O'shaning uchun men bunaqa temada har kuni yurganim uchun siz bugun nimani o'ylayapsiz, bir haftadan keyin nimani o'ylaysiz, bir oydan keyin nimani xohlaysiz, hamma yo'qni bilganim uchun ertaga siz hozir jon achchig'ida qizingizni aytdi,
muzli xolodilnikda turganiga sabr qila olmasdan davay olib kel deyaverasiz, lekin ertaga qabrga qo'ygandan keyin mahalla ko'y qarindosh urug' boshqa balo battar kelib olib aqllilar ko'payadi. Keyin o'sha aqllilar ichida bitta aqlli chiqadi, balkim kimdir uni o'ldirgandir desa, keyin siz shubha paydo bo'lib, anu bolalarni o'sha issig'ida oxirigacha tekshirmabman deb turib, umringiz oxirigacha anaqa armonmi yo bir ichingizda g'ijil bir nima fikr qolib ketishi mumkin-da. Shu bolalar hozir qarab turdi, mana usi kecha mendan rosa xafa bo'ldi, bunisi ham hali hayron bo'ldi. Endi bular ham birinchi marta bu holatda turishibdi. Baqa keling dedim, manaqa deb hozir Melisani oldida aytib yordim-da men borini. Endi masalan haligi nima deydi, savob uchun yordam bergan bola bo'lsa, savobi 10 baravar qilib yozilsin, meni fikrim. Anglashilmovchilik yoki kimdir sabab bo'lib shu qiz vafot etgan bo'lsa, kim jinoyat qilgan bo'lsa, jinoyatiga javob bersin, meni fikrim. Ibtidoiy jamoa paytida yashamayapmiz, qonun bor, milisalar bor, tergovchilar bor, kameralar bor, mana ovozlar yozilgan. Shuning uchun oxirigacha tekshiraylik, aniq qilib keyin ertaga birlaringga yov qarash qilib yurmanglar deyapman-da. Ajrini Alloh bersin, biz o'zimizni ichimizdan nima o'tayotganini o'zimiz bilyapmiz, lekin shunda ham shu bitta muslima, mana u ayol o'zimizni yurtdoshimiz, o'zimizni muslima opamiz, sinimiz deb turib harakat qilyapmiz. Mana shu bolalar qanaqa qiynalayotganimizni ko'ryapsiz. Hozir endi morgxonaga borib o'tirmaymiz, chunki mana u ruxsat bersa, keyin uni morgxonadan olib chiqamiz. Sizga qayerdandir telefon kelib, davernis berasizmi desa, ha, beraman deb, kerakli dokumentlarini qilib aytgan ishini qilib bering.